Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Komil Ismoqulov va bugungi darsimiz Telegram bot yaratishni birinchi darslik hisoblanadi. Bu darsimizda birinchi qiladigan ishimiz Phaser botga kiramiz. Phaser botdan bot deb yozamiz. Nomini belgilaymiz. Masalan, xohlaganman. Hub 122 1222 name yaptı şimdi. Hub 122 bot oxirida tugashi kerak. Botimiz tayyor. Buning tokeni IP tokeni shu bo'ladi. Buni nusxalamiz. Va birinchi kiradigan joyimiz qidiruvdan yozamiz. Menu. Birinchi chiqadiganimiz 18 ming oylik foydalanuvchiga ega bo'lgan Menu Builder bot hisoblanadi. Bu botga kiramiz. Startni bosasiz. Boshqatdan qilamiz hozir. Tillarni ko'rsatadi. O'sha tillardan o'zbek tilini tanlaymiz. O'zbek tilini o'rnatilgandan so'ng menu ochiladi. Shu menyudan botni boshqarishni bosamiz. Botni boshqargandan keyin birinchi mana menyular ro'yxatida bitta ham bot qo'shilmagan debdi. O'shaning uchun menu botni qo'shamiz. Xuddi boyaga aytgan joyimdan Phaser botdan sizlarga bot tokenini olishni so'rayapti. O'sha tokenni joylashtiramiz. Bot kaliti qabul qilindi va bot ishlay boshladi. Bu botimiz bepul server asosida ishlaydi. Hech qanaqa server talab qilmaydi. Bu menu builder bot bu server vazifasini bajaradi. Phaser botga o'tamiz va GitHub 1222 ni startni bosamiz. Bunda ham o'zbek tilini bosamiz. Mana tayyor. Bu bot nima qila oladi endi sizga aytgan bu botim. Bu botimiz ko'p foydalanuvchilarga tugma qo'shish mumkin. Masalan, kino muharrirni to'xtatishni bosamiz. Tugma muharriri bu. Endi xabar muharririni bosamiz. Kino botni ustiga bosamiz. Xabar qo'shishni bosamiz. Bundan so'ng xohlagan narsangiz qo'yishingiz bo'ladi. Men masalan o'zimni o'shanaqa botimdan mana yo'q, naritamiz. Animelar ro'yxatida sening ismingni qo'yaylik masalan. O'tamiz. GitHub 1222. Unutamiz. Qo'shildi, tayyor. Qo'shsangiz bo'ladi. Mana bundan yana ikkinchi boshqa qism. Lekin hozir shart emas. Muharrirni to'xtatamiz. Endi kinoni bosganingizda o'sha kinoyingiz ko'rsatiladi. Xuddi shunday boshqa qilib taxlasangiz bo'ladi. Bunga misol qilib mana bir-birini ostida ketyapti. Masalan, animelar sahifasida animelar joylashtirilgan. Mana bu ikkita katta animelar. Maxsus kinolar bor. Xuddi shunday joylangan har bittasi. Bunda yana admin panelini ochadigan bo'lsangiz, tarqatish funksiyasi bor. Tarqatish funksiyasi. Menu builder botda oylik limit beradi. Foydalanuvchi nimalar qilishligi. Bundan chiqdik, mana statistikada qancha foydalanuvchi foydalanayotgani ko'rinib turadi. Xullas, bugungi darsimiz shu. Hammaga rahmat.